alaykum YouTube ahli, men sizlar bilan Robin Player Game va bugun biz sizlar bilan hardcore o'ynaymiz. Mana hozir endi zona ochaman. Hozir ko'rasiz, o'zingizlar ko'rasizlar. Hozir zona ochaman. Hardcore'da bir o'zim o'ynayman. Yangi versiya, yangi sezon narsalar kelgan allaqachon. Mana hardcore yurachasi hozir. Endi bitta ikkita mod o'rnatib qo'yaman, chunki bu oddiy modlar. Masalan, mana animatsiya modi, o'shami? Qurol aslaha modi. Animatsiya modi bir martalik ulanadi. Agar kimga shu mod cheatlar kerak bo'lsa, men Telegram kanalimga o'tsin. Uni video tagiga yozib ketaman. Hozir bilan eksperimentlarni yoqib chiqish kerak bo'ladi. Avvalda sizlarga o'rgatib qo'yaman. Mana hardcore yurachasi ketdi. Bismillahirrohmanirrohim. Boshladik. Agar juda ko'proq shu ma'lumot kerak bo'lsa, Facebook ham bor, Facebook kanalimiz, Instagram kanalim bor. Bemalol ularni ko'rib o'rganishingiz mumkin. Masalan, hozir men hardcore'da bir o'zim keyingi videoni ukam bilan chiqarishga harakat qilaman. Hali ukam ketgan dam olishga, endi kelsa birga o'ynaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bu kitob nima berilganini ham aytaman hozir. Bu kitob boyki qilich modi bor edi-ku, aytdim-ku. Ana o'shaniki bu. Hozir ko'rsataman. Buni yoqib qo'yaman mana. Bular yasash kerak bo'ladi endi. Bular uchun mana buncha narsa kerak bo'ladi. Bular yasagan uchun buni ko'rib tinchigim nima qiladi. Bu kitob bilan asosan mana modda ko'rib chiqsa bo'ladi mana. Eksperimentlari kiyimlarga kirsa gold, oltin, temir, iron har xil bloklardan qilingan bor. Hozir qilichlarga kiramiz. Mana bolta, kamon, kaktusli qilich, bita, har xilcha pichoqlar, qilichlar, nayzalar, o'roqlar, super qilichlar bor. Atiga ikkita. Mana hozir o'yinni boshladik. Buni keyin qilamiz. Bu kitobchani oxiriga qo'yib qo'yam, bari hozir kerak emas. Chunki hardcore yurachasidan tirik qolish kerak. Nasib bo'lsa 100 kun Minecraft bo'yicha 100 kun yashasa, shedan mamchi srazi toshga aylanaman. Temir bo'lsa, как раз temir ham qilay dedim. Qotib qoldi. Yangi versiyalar uchun qo'tobdi. 1.23 menimcha. 1.23 gastga aniqsa bo'ladi. Oldingisi 1.22 har bitta daraxt hozir anolari bor. Nima desa bo'ladi? Grafikalar bor, bark mana narsalar tushadi. Daraxtga sal opasnaymi ekan. Mayli, men bilan ko'lo cho'p bo'lsam. Sirasma bir kon ekanmi? Birdan temirib ketaman, yana temir. Oho, qo'yli. Siraz temirga o'tgar ekan. Nima qilayapman men? Sekingina tushsam ham bo'ladi, chunki hardcore yuracha. Bunaqa yuraymas. Tug'ilish qiyin bo'lgan yuracha. Mana shu taraflardan tushsa bo'lar ekanmi? Suv tarafda tushsam, suvni buzib oqib tushaman. Voy, ana qapasniki. Qachon suvda animatsiyasi ham bor. Sekingina suv bilan birga tushamiz. Nasıl esmiş bitti. Şamasman şaqqa yasaladi hozir. Bu sword, qilichlar, kerkalar, mana shunalar bordi.
Mana. Qayerdan topsam bo'lakan? Mana topilaman deyman. Kirka yasadim. Katta kirka qanday yasaladi? Yo'q ekanmi? Menimcha yo'q-da shu. Necha ekan? 6. Shu taxta qilich 6 ekan o'zi. Jonga tish. Va effekt bor ekan. Va effekt bilan inoson. Effektlar bilan. Bemalol qazib olaman. Birinchi tosh qilib olaman. Hozir bularni joylashtirib chiqsam. Bular kerak emas. Taxtani bu yoqqa qo'yaman. Cho'pni bu yoqqa boshda oxiriga qo'yib qo'yaman. Ketdi. Effektli taxta qilichimni olaman. Birinchi qilichim. Oho. Voy. Hozir jonim ketkizmayman deb o'tiribman. Yo'q, opasi jollot. Skelet bor ekan. Yo, meni otopti. Qanday? Skeletdan ekan. Ashaddan yopib tashlasam, qayerdan chiqib? Yo, chiqolmay. Aniq chiqolmay. Verstak bilan tezroq kelka qilib qolay. Ikkita kerak bular. Ikkita temir. Yo. Creeper ko'rdimmi? Voy, jalot. Yo, zombi palachasi ham bor ekan. Tezroq. Zombi palachasi anchagan tezkor bo'ladi. Qotib qoldi. Telefonga kanishni qo'ydi. Suv bilan tez chiqib ketaman. Yo, faqat eqqamas, qayta orqaga. Xudoga shukr. Men tepaga chiqsam ekan. Mishkan boshqarsam yo tepaga chiqishni bo'lsam. Bo'ldi. Qisqasi. 3 ketma bu yoqqa voy hozir teshik urdim. Bittadan oshib chiqaman. Bunchigina va topik ekan. Mayli, emas, biz chiqaveramiz. Loy, sraz loy. Berna ozodlik chiqaman. Bo'y bitmay qoldi. Yaxshi. O'z bitta blok qolgan ekan. O'shanga ham oppasi. Bo'ldim. Asalar uyasimi? Sraz asalan qo'l ekanman-da. Mayli, menga asal hozir qiziqmas. O'zim jonim shirin o'zimga. Unaqa jonim so'yib, bemalol asalarlar bilan o'ynashib o'taydim. Suvni chekirib olib. Jina bilan bizaman daraxtlarni. Eng qizig'i albatta birinchi kuni temir. Tosh etmaydik. Mayli. Ikkita asalar yo'sin, yoqqa. Qo'yli, zambi. Voy. Suvga ham effekt bor eng qizig'i. To'xta, zambilan effekti hech ko'rmadimmi? Shu mod olganman. Yo, bilan qarab o'ynab yuribdi-ya. Salom. Nima qotib qol? Tinchiga uravermasimdan avval ketganim yaxshi. Bilan qara. Buning shaxsiy effektlari hammasi. Baliqda qora suzishni, voy. Yo'lat, suzish bo'yicha chempion ekansan. Yaxshi, qornim och. Qorin to'qlash kerak. Uni avval suvga chekkaga chiqish kerak. Mana shu yerda qulaydi tuyuldi. Sukka. O'ynashim keldi. Tinchigina betlardan uzoqroq ketaman. Shunga apasni joylayman. Hozir qo'y, kakras. Birdan divan qo'yishim mumkin. To'xta, baqib. Sigarcha.
Ana teri ham tushdi. Xaltacha yasash mumkin, forma yasash mumkin. Yoki birinchi 2 metr uzoqlikka uchib ketdi-yu bu qo'y. Cho'ta sakrash bo'yicha chempion bu cho'ta. Endi ham qo'ymi yo spawnmi deyman ha cho'ta. Qo'yda ham effekt bo'lmagan yurish. O'z bitta zarba o'lib qolibdi bular. Ikkita qo'y hozirchalik. Qo'y deganda. Böyle shaqqa reverm qilaman. Qisqa speddan tishaman. Yaxshi bir tosh. Bir şu yog'ochdan olsin ketkizib olay. Yo tashlayversammi? Ha, bo'lmas. Ishlatayverganim yaxshi. Qancha tosh bo'lsa shuncha yaxshi. Uni yaxshisi esa temir chiqib qolsa undan zo'r bo'ladi. Otib qoldim. Shu creeper kelsa shuni yomon qotadi basfetlar. Yomon olamkilar. Yaxshi energiya chiqaman deb beqira 1 2 3 4 5 ta. Sras kech bo'libdi. Ikkita pechkita. Bittasi ovqat, bittasi temirlar uchun. Temirlar uchun bir 9 ta kerak bo'ladi. Ovqatlar uchun 8. O'z bitta qo'y topilsa edi shu qo'y jaliyot o'zi apasini joyga o'tirmaydi. Apasini joyga. Tinchigina bek qilmaganim yaxshi edi. Uyinga qo'y chiqsa edi. Aytmoqchi effektim bor edi. Effekt bilan bemalol o'ldirib chiqishim mumkin. Lekin xato tarafi ham bor. Tinchigina suvga tushib, suvdan oyoqqa o'tolaman. Susamiz. Ya, qornim vochau, skeletlar, sira skelet qayerdan paydo bo'ldi? Zombi. Hammamiz hardcore shaqqa tugaydi. Bitta yurakcha va qorni och. Ballaringdan sanani ham mana yo'limdan chiqqan kunlaringga tupurdim. Bu ikki tishik qanda? Mashaqmidi? Buz. Qisqas yop qo'yamiz. Hozir qo'limdan boshqa hech narsani ko'rmayapman ishqilib. Ko'rinibdi. Qotdi. Ikkita buni qo'yamiz. Bitta temir pishish yo'li yo'q top. Bitta. Mana endi sal yorug' bo'ldi. Hozirchalik 5 ta yetadi va bitta go'sht ham pishgan. Yaxshi, zotda uni qornim salbsam to'q. O'lib qolmayman. Menimcha eng sharmandali o'lim bu qorini. Och qorinda o'lib ketish. Bu nima bo'ldi? Qanaqa blok bo'ldi bu tushunmadim. Ko'tabimga nitrit kerak. Loydan ham bormi? Amal bitta bekorchilikni yasaylik. Va bu ichijon jon ketkizmaydi. Jon ketkizmaydi jog'im bu. Pichoq yasasa bo'ladi. Turtli. Bucha 8 7 jon ketkizadi. Mana shuni yasab qo'yg'ore. Menchigina pichoq effekt. Tezlik effekti. Bitta. O'qatam. Pishdi. Temirlar ham tayyor. Hozir hammasini pishirib olishim kerak. Sal yo'lsam yorug'lab berib turadi zotda. Nima qilaman-da? Qisqasi to'ttadan nima yasasam bo'ladi? Kiyim-mi? Oyoq kiyim yasasa bo'ladi masalan. Bitta oyoq kiyim.
6. Nega tem mana bu o'zim taxtali qilchim mingta yaxshi. Qisqasgina bilan olib qo'ya qolay. Nima yasashim bilan kerka yasash kerak. Kerka yasam hammasi tinchida. Va bu yerdan nima yasasa bo'ladi? Albatta pichoqcha taxta kerak. Nima qilsam? Faqat ham pichoqcha yasasa bo'lar ekan. Yex. Nima bo'ldi? O'roqmi? Bolta. To'g'ri, 7 jon olar ekan. Как раз kuchliroq jon oladigan kerakchi. Bichi 6. Nima qo'ya qolay? Yangi kirka, qilich. Ovqat bor. Toshli kirka, o'roq. Aytmoqchi, как раз yaxshi esimga tushdi-yu. Nima yasamoqchi edim men? Mana endi xavfsizroqman va endi ittalab bo'lishini kutaman chaqam. To'xta. Zo'r sulim bo'laman. Kun o'tishini. O'zim mana bitta zombi kirsa, sraz mana teshiga tushadi. Men nima qilamanki uni? Do'ppaslayman. Pachoq chiqargan o'tdi. Ovqat ham pishdi, daraja ham 2 bo'ldi. Ana zo'r gap bo'ldi. Qisqasi endi shayx kutaman ittalab bo'lishini. Qancha jon olar ekan? Mana shunday. Bulaylar ajralib bitagan bu. Tovuqni ham pishirib olsam. Mayli. Bekorchilikni hozir pishirib o'tiray. Ana Steve qo'shiq. La 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 va chik mashhur ketuvchidir. Mayli. Buni endi pichoqchani zaxira olib qo'yamiz. Va telefon qolishdi. Onajonim telefon qilibdilar. Qaytarib qo'yaman. YouTube keyingi videogacha endi vaqt ko'rsatadi. Nasib bo'lsa keyingi videoni chiqaraman. Hozirchalik video shayqa to'xtataman. Hamma tinchlik, omonlik, sog'lik. Keyingi videogacha xayr.